Всем assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ko'chada 35 ming so'mga tayyor bo'ladigan kimbapni uyda tayyorlab ko'ramiz va nechta pulga tushganini ko'rib chiqamiz. Bizga kerakli bo'lgan narsalar bu ikkita tuxum, bitta bodring, bitta sabzi, keyin kolbasa, o'zingizlar xohlagancha yokida uni o'rniga sosiska qo'shsanglar bo'ladi. Hamma narsani archib olganimizdan keyin ularni yuvamiz, keyin o'zimizga kerakli shaklda to'g'rab chiqamiz. Men yangi skоворodka oldim. Bir yo'l shuni orada maqtab ketyapman. Bu narsani qaranglar. Bizda endi keyingi etap narsalarimizni birin-ketin ikkita qovurib chiqamiz. Guruchimiz pishib bo'ldi. Sabzimizni shunday qilib chiroyli qilib qovurib olamiz. Undan keyin ikkita tuxumimizga tuz qo'shib turib, aralashtirib, uni ham birinchi shakliga o'xshatib pishirib chiqishni boshlaymiz. Bizda oxirgi narsamiz kolbasa. Kolbasani ham o'zimizga kerakli shaklda qilib turib, qovurib chiqamiz. Bizda endi final time, endi mahsulotlarimizni no'rini bargiga o'rab chiqamiz. Buni o'rash uchun, ya'ni dumaloq shaklga keltirish uchun buni tagiga oddiygina 2 varaq qo'yib oldim. Keyin birin-ketinlikda har bitta mahsulotimni solib chiqdim-da, o'rab chiqdim. Вот так bizda rezultat. Общий monda nech pul ketganini kommentariyada yozib qoldiraman. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Hammaga e'tibor uchun katta rahmat. Endi sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.